bir ayolning hayoti muhabbatiga dafna qilingan bo'ladi. Bir ayolning bolasi bo'ladi, yo'ldoshi bo'ladi. Shiroq-shiroqlarda g'arib onasi bo'ladi. Pichirlab baxt uchun duo qilayotgan dadisi bo'ladi. Bir ayolning qo'ng'iroqliq sayti bo'ladi. Hijirlab turadigan mushugi bo'ladi. Achchiq damlangan bir istakan qahvasi bo'ladi. Ayol sevgi uchun o'zini darg'a asadigan ayol. Ko'z yoshlarini marjon qilib qaqoqlab kulalaydigan ayol. Visol uchun yaqin yurtlarda sarsam bo'ladigan ayol. Arzu umidlarining qotilga aylanadigan ayol. Ayol har kuni quyoshning yangi bo'lishini umid qiladi. Ayol partuqlari bilan, rangli dasmollari bilan hayotini suyalaydi. Ayol g'irimsiz chiroyi bilan farzandlarga go'zallikning nima ekanligini his qildira oladi. Ayol kutishga qo'l bo'ladi. Kutaverib o'lib qoladi. Kutishlardan qayta tiriladi. Ayol bir jinini 40 ga bo'lalaydi. 40 ga bo'lib yashay oladi. 40 jini bilan bir erni suyalaydi. Ayol hech narsa emas. Agar uningga muhabbat berilsa, qattiq toshning ustidami echila oladi.